Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun anchadan beri video olmay qo'ygandim. Video olgim kelib qoldi va shu buyurtma tushgani sababli shokoladli guldasta yasaymiz bugun. Xullas bizga kerak har xil shokoladlar, faqat zubacheskka, skoch va gulpog'oz. Eski pampasli guldastani ham shu qog'ozdan yasovdi deyapsizlar, ichingda bilib turibman. Xullas, mana shu joyda rosa qiynaldim, skochim qochiladigan joyda topolmasdan rosa qarg'andimda o'ziyam. Xullas, guldasta, xullas, muncha ko'p xullas deyapman, tavba qildim. Shu xullas, skochni topib, shunaqa qilib, aylantirib, zubacheskamizni uzun qilib chiqyapmiz. Chunki bunda shokoladlarimiz har xil kattarida bo'lgani uchun kattaroq ko'rinishi kerak. Bu birorta yaqinimga emas, buni shu gruppada guldastalarimni ko'rib aytishibdi, yasab bering deb. Mana shuning uchun shu guldastani yasadim. Mana shu joylarda mazza-xonasida. Xullas, shokoladlarni zubachesklarga qotirib chiqamiz. Valya tayyor. Ja go'zal bir neobычный chiqmadi, lekin zo'r chiqdi.